Bismillahirrohmanirrohim. إلى قصر فرعون قصرها. ولما أتمت موسى رضاعته ردته إلى القصر. Qachonki Musoning onasi emizishni tamomiy qilgach, ya'ni emizib bo'lgach, uni qasrga qaytardi. ونشأ موسى في قصر الملك كما ينشأ أبناء الملوك. Va Muso qasrda podshohni bolalari ulg'aygandek qasrda ulg'aydi. وهكذا زالت من قلب موسى مهابة الملوك والأغنياء. Mana shunday qilib Musoni qalbidan podshohlardan qo'rqishlik va podshohlar va boylardan qo'rqishlik, ulardan haybatlanishlik ketdi. ورأى موسى بعينيه كيف ينعم فرعون وأهله. Va Muso o'z ko'zlari bilan, ya'ni بعينيه ikki ko'zlari bilan, o'z ko'zlari bilan Fir'avn va uni ahli qanday ne'matda ekanligini, qanday ne'matlanayotganligini ko'rdi. Va kayfa yashqa banu Isroila liyan'ama Fir'aun va ahlihi. Va Fir'avn va ahli mana shunday noz va ne'matda yashashlik uchun Bani Isroil qanday qiynalayotganligini ko'rdi. Tepaga qaytaramiz. Va kayfa yaju'u banu Isroila liyashba'a dawabu Fir'auna. Fir'avnni hayvonlari qorni to'yishligi uchun Bani Isroil qorni qanday ochib olayotganligini ko'rdi. وكيف يعاملون بني إسرائيل معاملة الحمير والدواب. Banu Isroilga eshak va hayvonlar muomalasidaqa muomala qilinayotganligini ko'rdi. وكيف يستخدمونهم ويسومونهم سوء العذاب. Va qanday ularni xizmat qildirayotganligini va ularni qattiq azobga duchor qilayotganligini ko'rdi. Hammasi tepaga qaytadi. وكان موسى يرى ذلك صباح مساء ويسكت. Muso mana bu narsani ertayu kech ko'rar edi va sukut qilardi. ولكن كان موسى يغيظه ذلك. Lekin Musoni mana bu narsa g'azablantirar edi. ولكن وكيف لا يغيظه إهانة قومه وأسرته. Musoni mana bu yerda yug'izuhu desak yaxshiroq ekan. Va qanday qavmini va oilasini xorlashlik Musoni g'azablantirmasin. Va hum abnaul anbiya'i va hum abnaul kirami. Va ular payg'ambarlarning bolalari va aslzodalarning bolalaridir. Va ma zammu bani Isroila li'annahum laysu aqbatan li'annahum min Kan'ana. Bani Isroilning gunohi nima? Ular Qibti bo'lmaganliklari uchunmi? Ular Kanondan bo'lganliklari uchunmi? Hada laysa bidanbin, hada laysa bidanbi. Bu gunoh emasdir. Bu gunoh emasdir.